Farzandim qo'rqoq. Farzandim bitta ishni eplab qila olmaydi. Farzandim mustaqil emas. Farzandim qanaqadir kuchsiz. Farzandim o'ziga bo'lgan ishonchi past. Farzandim o'ziga bo'lgan ishonch pastligi sababli insonlar orasidan, ya'ni jamoadan qolib ketyapti degan fikrlar juda ham ko'p keladi menga. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Azimov Adham, 15 yillik tajribaga ega bo'lgan murabbiy hamda intizomni rivojlantirish bo'yicha ekspertman. Undan tashqari klubimda yosh bolalar bo'lganligi uchun juda ham ko'pchilik ota-onalar bilan suhbat olib boraman. Juda ham ko'pchilik ota-onalarga mana shunaqa muammolarni yechishda ko'maklashaman. Do'stlar, bugun eng global mavzulardan bittasi farzandni qanday qilib to'g'ri tarbiya qilish. Farzandni qanday qilib jamoaga qo'shish. Farzandni qanday qilib o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish haqida gaplashamiz. Albatta bu mavzu juda ham qiziq bo'ladi ota-onalar uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Albatta men sizlar uchun bugun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Har bitta ota-onaning eng asosiy vazifasi bu farzandni to'g'ri tarbiyalab, jamiyatga foydasi tegadigan inson qilib yetkazish. Ya'ni umumiy olganda do'stlar, hozir jamiyatimizda shunaqa holat ketyaptiki, zamon yengillashgan sari bolalarni tarbiyasi ham yengil bo'lib boryapti. Misol uchun men sport sohasida ishlayman, ya'ni murabbiyman. Qo'limda 150-200 tadan ortiq bola bor. Ana shu bolalarda har bittasiga biz ham tarbiyasiga mas'ul sanalamiz. Chunki biz murabbiy yoki ustozmiz. Maktabdagi o'qituvchisi, zaldagi murabbiy, undan tashqari bola qaysi nuqtaga boradigan bo'lsa, ana shu insonlar bolaning tarbiyasi uchun mas'ul insonlar hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar, bitta narsani tushunishimiz kerak. Hozir men aytadigan narsalar samimiy tarzda bo'ladi. Albatta bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Video uzoqroq davom etishi ham mumkin yoki qisqaroq bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun iloji boricha gaplarimni mag'zin chaqish uchun, gaplarimni tushunish uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Har bitta inson farzandiga tarbiya berayotgan paytda bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Har doim ham biz o'ylagandek ko'rinmaydi-da. Shuni hisobiga do'stlar, bitta farzandni noma'qul yo'lga yurishi yoki telefon ko'p o'ynashi yoki umumiy olganda o'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketishi yoki noziklashib ketishi, bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu muhitdan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda men juda ham ko'p joylarda aytadigan narsa bu muhit. Agarda muhit to'g'ri bo'lsa, agarda muhit to'g'ri направлениyaga ega bo'lsa, intizom bo'lsa, farzand tarbiyasi ham xuddi shunday intizom bilan bo'ladigan bo'lsa, albatta natija bo'ladi. Shuni hisobga olingda, iloji bo'lsa oilangizga bitta tizimni kiritishni maslahat bergan bo'lardim. Farzandingizni o'ziga bo'lgan ishonchi, kuchi, jismoniy holati, aqliy holati, rivojlanishi hammasi mana shu oilaviy muhitdan hisoblanadi. Ya'ni qush ham uyda ko'rgan narsani qiladi deganlaridek, do'stlar, bitta narsani tushunishimiz kerak. Agar siz farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, unga namuna bo'lishga harakat qiling. Birinchi o'rinda namuna kerak farzandni to'g'ri tarbiyalash uchun. Agarda farzand o'zida namuna ko'rmaydigan bo'lsa, u boshqa joydan qidirishga harakat qiladi. Vudruk boshqa joyda boshqacha namuna bo'lishi mumkin unga. Sigaret chekadigan inson, kompyuter o'ynaydigan inson yoki o'g'ri yoki to'g'ri. Shuning uchun iloji boricha ota yoki onamisiz unga namuna bo'lishga harakat qiling. Bolaga kitob o'qishini xohlaysizmi, unga namuna bo'ling. O'zingiz o'qing kitob. Telefondan butunlay ketishini xohlaysizmi? O'zingiz ham telefon o'ynamay uni oldida. Juda ham ko'p kuzatganman insonlarni bolani oldida YouTube yoki Instagram, Reels ko'rib o'tiradigan ota-onalar bor. Oddiy hayotimizda uchraydigan masala bu. U narsani ko'rayotgan ota-ona tabiiyki qiziq narsa chiqsa kuladi, qanaqadir emotsional narsa chiqsa yuzida aks etadi, ya'ni siqilish holatlari bo'lishi mumkin. U narsani ko'rgan tabiiyki bola ham o'sha narsani qilib ko'rishga harakat qiladi. Ya'ni ota-onam qilyapti-ku, men ham qilib ko'rsam nima qiladi degan fikrlar paydo bo'ladi. Agarda siz boladan kitob o'qishni talab qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz o'qimayotgan bo'lsangiz, ya'ni ko'z o'ngida o'zingiz kitobdan qanaqadir zavq olayotganini ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, bola ham kitobga bemehr bo'ladi. Shuni hisob bilan YouTube
televizorni yoqdingiz. Televizorni yoqqaningizda ham xuddi shunaqa holat. Ya'ni televizorda ham qanaqadir narsaga mukkasidan ketish paydo bo'lgan hozirgi holatda. Ya'ni yosh kelin-kuyovlarda shunaqa holatlar borki, kelinlar o'zini vazifasini qilish uchun uni qo'liga, bolani qo'liga telefon yoki televizorda qanaqadir multik qo'yib beradi, bola ham ana shu narsaga o'rganadi. Va katta bo'lganda shu boladan biz boshqacha fikrlarni talab qilamiz. Ya'ni nimaga seni kallang ishlamaydi? Nimaga sen bunday olmassan? Ani qo'shnini bolasi palon tildan IELTS olibdi yoki piston tildan pistonchiga narsaga erishibdi degan fikrlarni aytamiz. Lekin tarbiyani o'zimiz bergan bo'lamiz, xuddi shunaqa qilib turib. Bolani qo'pol qilib aytganda debil qilib qo'yamiz. Shuni hisobga olingda do'stlar, agarda bolani fikrlashga, bolani to'g'ri yo'naltirishga vaqtingiz sarflayotgan bo'lsangiz, behuda narsaga sarflamang. Unga prosta tak namuna bo'ling, bo'ldi. Bola sizdan ko'rib o'rganadi. Misol uchun 15 ta turniy toptirishni talab qilayotgan ota turniy qilishni o'zi bilish kerak. Yoki yugurishni, ertalab turib yugurishni talab qilayotgan ota yoki ona o'zi ham ertalab undan birga chiqish kerak. Erta turg'izayotgan ota-ona o'zi ham ana shunday erta turish kerak. To'g'ri ovqatlanishni talab qilishdan oldin inson avval to'g'ri ovqatlanishi kerak. Namuna degani shu emasmi? Shuni hisobga olingda do'stlar, bitta narsani tushunishimiz kerak. Menimcha sizlarga qo'pol eshitilgan bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqat. Shuning uchun farzandingiz kichiklik paytida tug'ilgandan boshlab 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan oralikda unga tizimni to'g'ri shakllantiring. Erta turish, to'g'ri ovqatlanish, tish yuvish, joylarni zapravka qilish, sport mashg'ulotlariga borish, kurslarga borish, har bitta joyini tizimlashtirishga harakat qiling, vaqt belgilab qo'ying. Bu bolani qandaydir qobiqqa tashlash emas, tizim yaratish. O'yin vaqti bor, dam vaqti bor, televizor ko'rish vaqti bor, o'ynash vaqti bor, ovqatlanish vaqti bor, sport to'garagiga borish vaqti bor, rivojlanish vaqti bor. Xuddi shunday qilib, agarda siz vaqtlarga bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, erinmagan holda 2 oydan 3 oygacha bo'lgan oralikda bolangiz ana shu tizimga moslashadi. Meni eshitmaydi, o'qimaydi, bu qilmaydi. Bu gaplar juda ham noto'g'ri gap. Har bitta inson tizimga moslashgan. Katta insonlarimiz masalan, o'zimiz ham tizimga moslashganmiz-ku, to'g'rimi? Davlatimiz qonunlariga bo'ysunib yashaymiz. Bu tizim. Har bitta uyda ham, har bitta jamiyatda ham o'zining qonun qoidalari bor. Agarda qonun qoida yo'q bo'ladigan bo'lsa, ana shu tizim yo'q bo'ladigan bo'lsa, albatta bola ham, ota-ona ham o'zini bilganidan qolmaydi. Shuni hisobga olingda do'stlar, farzandingiz uchun to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun unga faqatgina yaxshi muhit va namuna bo'lishga harakat qiling. Ana shunda farzandingiz siz xohlagan narsalarni qilib bera oladi. Sizlarga bugungi aytadigan gaplarim mana shulardan iborat edi. Meni qo'llab-quvvatlash uchun va kanalimni rivojlantirish uchun menga podpisatsiya bosing, like bosishni unutmang va do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.